Konnichiwa animeshniklar. Anime olamida nima gaplar? Keling birgalikda bilib olamiz. Bugungi videoda eng so'nggi va qiziqarli yangiliklar bilan birga tanishamiz. Solo Leveling yoxud yolg'izlikda ko'tarilish animesi qachon chiqishi noma'lum, lekin 3-fasl aniq Blue Lock ishlagan studiyo orqali ishlanishi oydinlashdi. Buni eshitib hamma anime muxlislari xafa bo'ldi. Bularning ichiga men ham kiraman. Nega deb savol berishingiz mumkin. Bu, ya'ni Blue Lock animesining animatsiyasini ko'rib hamma xafa bo'lgan. Animatsiya shunchalik nol. No. Wait. Wait. Dandadan animesi. Dandadan animesining 2-fasli shu yilning iyul oyiga chiqishi aniq bo'ldi. 7-shahzoda bo'lib qayta tug'ilish. Animening 2-fasli iyul oyida chiqadigan bo'ldi. Dr. Stone animesi. Animening 4-fasli 2-bo'limi bu ham shu yilning iyul oyida chiqishi kutilyapti. Kaizo nomer 8. Bu animening ham 2-fasli iyul oyida chiqishi ma'lum bo'ldi. My Dress Up Darling. To'g'risini aytsam, buni men tarjima qila olmadim. O'zbek tilida tarjimasi g'alati ekan. 2-fasli, shu animening 2-fasli shu yilning iyul oyida chiqishi aniq bo'ldi. 1 soatlik qizcha yoxud Rent a Girlfriend. Animening 4-fasli shu yilning iyul oyida chiqadigan bo'ldi. Bunny Girl Senpai yoxud bu ahmoq cho'chqa quyon qizning orzusini tushunmaydi. Bilaman, o'zbek tilida neto tarjima qilyapman. Bu animening davomi ham iyul oyida chiqishi ochiqlandi. Sakamotoning kunlari 1-fasl 2-bo'limi shu yilning iyul oyida chiqishi aniq bo'ldi. Sovutli qahramonning chiqishi animening 4-fasli iyul oyida chiqadigan bo'ldi. Tungi boyqushlar kuyi. Bu animening 2-fasli ham iyul oyida chiqishi aniq bo'ldi. Ulkan okean. Animening 2-fasli iyul oyida chiqadigan bo'ldi. Afsuski, bugungi yangiliklarimiz tugadi. Lekin anime olamida hech zerikish yo'q. Men esa yangi yangiliklar topish uchun ketdim. Ha, aytgancha, obuna bo'ling va meni yo'qotib qo'ymang.